Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yosh xonanda Mirjalol Ne'matovning Dilbar qo'shig'i bir oy ichida 27 million marta tomosha qilindi va rekord natijani qayd etdi. Aslida o'zbek shou biznesida bu xonanda nomining paydo bo'lganiga ko'p bo'lgani yo'q. Xo'sh, qisqa fursatda mashhurlikka erishgan Mirjalol Ne'matov aslida kim? Mirjalol Ne'matov tug'ilgan yilini yashiradigan xonandalar toifasiga kiradi. U shu kungacha birorta intervyusida yosh bilan bog'liq savollarga javob bermagan. Navoiydagi oddiy kamtarona hayot kechiradigan oilada tug'ilganman. Singlim va ukam bor. Otam ustachilik bilan, onam esa Navoiydagi markaziy kasalxonada oddiy hamshira bo'lib ishlagan. Oilamizda san'atkorlar yo'q, ammo onam bolaligida hofiza bo'lishni orzu qilgan. Uning shirali ovozi bor. Qarindoshlarimiz to'y hashamlarda siz ham bir kuylab bering deb mikrofon tutishardi. Oila qurib, orzulari sarobga aylangach, onam mening xonanda bo'lishimni istadi. O'g'ling san'atkor bo'lolmaydi, pulsiz hech nimaga erishmaydi deyishganda hamma menga ishonch bergan onam bo'ladi, deydi Mirjalol Ne'matov. Ayriliq haqida ko'p kuylovchi xonanda Mirjalol Ne'matov pulsizligi sabab sevgisi rad etilgani va hozir u qiz haqida eslashni ham istamasligi haqida gapirdi. Menimcha sevgi bir tomonlama bo'lgan. Agar bunday bo'lmaganida hech qanday sabab bizni ayirmagan bo'lardi. Sharoitim yo'qligi va qachondir hammasi yaxshi bo'lishini tushuntirganman, ammo rad javobini bergan. Pulsizligim sabab sevgim ham rad etilgan. Hozir u haqda bilishni ham istamayman. Muhabbatiga sodiq insonman. Peshonamda boshqa inson yozilgan ekan. U bilan oila qurdik, deydi u. Mirjalol Ne'matov xonanda sifatida tanilguniga qadar ko'p san'atkorlarga qo'shiq yozib bergan va Shohruxxonga ham sotgan. Qo'shig'ini o'zi ijro etmaganiga afsuslanishi haqida gapirdi. Mirjalol Ne'matov ustozi Hamdam Sobirov bilan tanishuvi va u bilan yaratilgan duet tarixi haqida gapirdi. Hamdam Sobirov bilan bir viloyatda bo'lsak ham avval bir-birimizni tanimasdik. Musiqa bastalashim haqida eshitib meni chaqirtirgan. Ijodiy suhbat qilganmiz, keyin holimga qara va darak ber nomli qo'shiqlarni tayyorlab berganman. Duet aytish taklifi esa mendan chiqqan va u muxlislarga manzur bo'lgan. Ko'pchilik bizni aka-ukaga o'xshatadi. Haqiqatdan ijodimiz ham, kiyinish uslubimiz ham bir-biriga o'xshash. Ikkimiz ham erkinlikni yaxshi ko'ramiz, deydi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.